Anının razıqını gözləb, icablanmaydigan qız bilan to'y qilish. Bismillahirrahmanirrahim. Savol. Assalomu alaykum. Fiqir bu yil 27 yoshga kiray deb qoldim. Ata-anam o'qituvchi. Namozlarni ba'zi o'qib, ba'zi o'qimaydi. Haqni so'zlasam, qabul qilishi bek tas. Uydagilar bir qiz tunishtirdi. Biroq o qiz, "Men mushundoq kaltayan narsalarni kiyib ko'nib qoptiman. Meni uzun kiyinib yur desangiz bo'lmaydi. Men taloq qandoq chiqaman? Şoň bu jähetde meni to'simaysiz" deydi. Şoňa men Allohni haqiqiy tanıydigan qizlarni tepishni qaror qildim. Ata-ana rozi, Xudo rozi debdikan. Agar men o'z qarashimda ching tursam, xatolik bo'larmi yoki ata-onamning ra'yiga boraymi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila taobatlariga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila taobatlariga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Ata-onangizga Allohdan hidoyat va tavfiq tilayman. Sizgimi Alloh diyonatlik, soliha qizni pat yaqinda nasib qilg'ay. Haqni tunibsiz, uni ching tuting. Biz Qur'on bilan hadislarda ata-onalarga yaxshi muomala qilishga buyurilgan, lekin ularga itoat qilish masalasi mutlaq emas. Ya'ni ularga odatda Alloh va Rasuli sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasiga zid bo'lmagan ishlarda ata-onaga foydasi bor, balaga ziyon bo'lmaydigan ishlarda itoat qilish orqali bo'ysunish bor. Navoda balaga foydali, ata-onaga ziyon yo'q ishlardimi ata-onaga itoat qilish vojib bo'lib qolsa edi, nurg'un chataq ishlar o'ttirg'i chiqatdi. Shunga bundaq qiz tanlash masalasida ata-onaga itoat qilmasimi bo'ladi. Alloh va Rasuli sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda qanday ko'rsatma bergan? Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Ayol kishi 4 xislat uchun nikohlanadi. Mol mulki, nasabi, husn jamoli va diyonati. Shunga sen diyonatli ayolga erishginki, saodatli bo'lg'aysan. Demak, bu hadisdagi jo'ri tanlash ishi haqiqatki xitob xotin almoqchi bo'lgan erga qartilgan, ata-onasiga emas. Ata-onaning o'g'lini ma'lum qizga to'y qilish zo'rlash huquqi yo'q. Maslahatchilik roli bor, xolos. Imom Ibn Taymiyya rahmatullohi alayhi mundaq deydi: Ata-ona ikkilarning biri farzandini o'zi xohlamaydigan biri bilan to'y qilish zo'rlash huquqi yo'q bo'lib, farzand unumay turib olsa, ata-onani qaqshatgan bo'lmaydi. Xohlagan tomoqni yeyalaydigan turuqliq, hech kimning uningga yoqtirmaydigan tomoqni zo'rlab yegizish huquqi bo'lmaganidek, nikoh ishidimi zo'rlash huquqi yo'q. Balki nikoh ishida texmi bek huquqi yo'q. Chunki yoqtirmaydigan tomoqni yeyishning ochiqi bir soatlik, yoqtirmaydigan xotin bilan yashash bir umr. O'xshashla kishiga azor beradi, ayrilolmaydi. Agar ahvol aksicha bo'lib, bola diyonatsiz qizni tanlagan bo'lsa, ata-ona unmay turib olsa, ata-onaga bo'ysunish lozim. Uningdan boshqa chiroy, boylik, sapa yoki urug' tuqqanlik yoki ma'lum tabiqa yoki yurtdan bo'lish masalasida farzand ata-onaga bo'ysunmasa, gunohkor bo'lmaydi. Lekin ularni ranjitmay deb ularga bo'ysunsa, u o'zining ixtiyori. Har holda ata-onaga chiroylik, yaxshi muomala qilib, ularga qarata sila rahimni uzib qo'ymaslikqa tirishish lozim. Vallohu alam. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh 2011-yili 6-oyning 18-kuni.